Assalomu alaykum hammaga bir bora. Bugun biz YouTube ishlamay qolgan qurilmalar haqida gaplashamiz. Xullas, mana shunaqangi ilovalarni biz telefonlar uchun moslashtirganmiz. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilsin. Biz bu borada buyurtmalarni qabul qilamiz va qurilmasining turiga qarab o'rnatib beramiz. Biz bir nechta youtube.com saytiga bog'lana oladigan qurilmalarning ekran razmerlariga qarab, uning Android versiyalariga qarab to'g'irlaganmiz va ustanovka qilish parametrlari to'g'ri tushish bo'yicha ishlarni olib borib, ilovalarni ishlash qobiliyati sifatiga javob beradigan darajada bir nechta ilovalarni ishlab chiqqanmiz. Murojaat uchun bizga chiqinglar. Telegram orqali yoki telefon raqamlari orqali. Telegram ochilgan telefon raqam 94 768 75 68 va mana shu raqamga SMS qilib yozsalaringiz ham qurilmalaringizni markalari bilan birgalikda bir nechta ilovalarimiz bor. YouTube ko'rsatuvchi Android uchun ishlab chiqarilgan va shu ilovalarni sizga tashlaymiz. APK fayl orqali o'rnatib olish yo'llarini, qanday ishlatish yo'llarini ko'rsatib, bu ilovalarimiz Android 6 dan hozircha praktikada Android 6 dan yuqorisida ishlayapti. Biz yana bir nechta yangilanishlar qilib, bir nechta parametrlarga o'zgartirishlar kiritib ko'ramiz. Android 5 va 4 dan ham qo'llab-quvvatlash imkoniyatlarini va mehnatimiz mana biz so'zimiz isbotini keltirishimiz uchun va bitta ilovani YouTube'ni ko'rsatuvchi ilovani ko'rsatamiz. Mana bu hozir Android 6 dan yuqorilarda bemalol ko'rsatadi, faqat va faqat YouTube uchun moslashtirilgan. Bu ham Android qurilmalarimiz, televizorlarimizda ham G2, G1 o'sha eski bo'lgan qurilmalarimiz mana YouTube'da ochyapti. Qo'llab-quvvatlaydi. Murojaat qilinglar. Eslatib o'tamiz, murojaat qilish uchun 94 768 75 68 Telegram va telefon qilib ham xohlasangiz SMS orqali ham televizor, ham eski planshetlar Android versiyasi 5, 4, 6 o'sha YouTube'lar endi boyagi yangilanish bermay qo'ygan eski qurilmalarga aloqaga chiqib o'zaro chatda gaplashib, ularning qurilmalariga mos ilovalarni ishlab chiqaramiz va yuboramiz, o'rnatib biz shu ishlarni bajaramiz.